Bugün 3. dersimizin temisi Wij leren Nederlands. Biz Golland tili ügünümüz degan ders ekan. Tekstimiz şu. Ben tekstini sal turib ayırım evatib qo'yma. Ondan tekstni shu boshidagi jumlani bir-birlab o'rganib o'taylik. Waarom leer je Nederlands? Yani waarom nimishqa, nim sababdan degan ma'noda leren, leer, o'rganish. Yani siz nimishqa, nim uchun Golland tili o'rganasiz deydi. Nederlands artikullarni o'rgangan vaqtda tillarning oldiga d kelmaydi deymiz. Shu yerda waarom leer je d Nederlands emas. Nederlands Golland tili deb tilning ismi bo'lg'achqa hech qanday artikul kelmadi. Omdat ik nu in Nederland woon. Omdat deganning ma'nosi chunki degan ma'nosi bor. Hozircha umdatning ma'nosi chunki deb bilsanglar, buning yana ayrim o'ziga tushliq so'zlaydigan grammatikasi bor. Uni hozir so'zmaymiz. Yani umdat ik chunki men nu hozir in Nederland, Gollandiyada woon. Chunki men hozir Gollandiya tug'anligim uchun. Cümlemizin egisi ik bo'lg'achqa mas holda woon deb kelyotidi. Het is belangrijk. En miyada het. Yani hetning miyada artikeldan boshqa miyada bu degan ma'nosi bor. Miyada het is belangrijk, yani bu muhim. Nima muhim? O shu narsaning, yani bu degan narsaning nimaligini keyinidagi jumla orqali ifodalab turyapti. Ma'vu in het is belangrijk dat ik Nederlands ken. Biz ma'ni biqindi jumla deymiz. Bosh jumla bilan biqindi jumlaning bir kishisidan tuzilgan. Buning grammatikasini biz keyincha o'rganamiz. Lekin hozirning o'zida shu dat degan so'zningki ma ikki jumlani bir-biriga bog'lab keldigan bir biqindi bog'lug'ich ekanligini bilib olsanglar. Asli bu ikki jumla, masalan biz buni arab het is belangrijk, bu muhim. Ik Nederlands ken. Mening gollandchani bilishim muhim deb. Lekin biz ani birlashtirib mening gollandchani bilishim muhim deb ikki jumlani bir jumla qilib aytdik-ku. Shunga dat miyada shu ikki jumlani bir-biriga bog'lab keldigan bir mushta bir biqindi bog'lug'ichi. Şun het ismiyadaki het bu muhim. Yani bu degan narsa Nederlands ken. Yani Gollandchani tonish muhim deydi. Şun hozircha faqat ma jumlaninki mening Gollandchani bilishim muhim. Chunki men Gollandiyada yashaydiganligim uchun mening Gollandchani bilishim muhim. Bütün jumlani adabiy tarjima qilsak, mushtal bilib tursanglar, keyin jumlaning qurilmasini o'rganib o'tamiz. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom? Nima uchun? Nimishqa is dat, yani dat bu, dat degani ustidagi jumlani ko'rsatadi. Yani nimishqa bu zo shunchavala belangrijk, muhim. Nimishqa bu shunchavala muhim. Op school, maktabda, op het werk, xizmatda, in de winkel, dukanda, overal, hamma yerda spreekt men Nederlands. Yani spreekt sözleydi men adamlar Nederlands. Golland tilda sözleydi deydi. Yani miyadaki op school, yani mektepte demekçi olsak op keladi. Andan şu artikul kelmeydigan bazı bir muqim birikmelerini öğrengen vaqtda esinglarda bolsa op school deb öğrengen toq. Lekin ma verikning oldiga keladi endi. Nimishqa ma school bilan verikning nim farqi bor? Muallim schoolning oldiga kelmadi, verikning oldiga keldi-ku desanglar, uni men bilmayman. Gollandiyaliklarmi o'zi mushta bir qoida bekitib degancha, buning hech qanday bir farqi yo'q. Maktab munda o'g'anlik uchun, xizmat munda o'g'anlik uchun deydigan ishmi yo'q. Lekin mushta verikning oldiga keladi, op het werk deymiz. In de winkel, masalan, ma jumla ichida, ya'ni de winkel deb winkelning oldiga de keladi, lekin schoolning oldiga kelmaydi. Şun bunu ben yadlab bugün alsanglar yaxshiroq. Op school, op het werk, in de winkel. Yani hem yada mektepte, xizmatda, do'konda madam Gollandcha so'zlaydi. Anda miyadagi belangrijk degan gap muhim degan ma'nosi bor. Uning qarama-qarshi so'zi on belangrijk, muhim emas bo'ladi. Men ba'zi mushta so'zlarga sifatlar chiqqan vaqtida uning qarama-qarshisini qilish orqali so'zlikinglar oshidichu. Masalda belangrijk aldığa bir onlu qo'shib qo'ysak, ular muhim emas ekan deb masalda o'rganib qolsanglar. Anda ma belangrijk degan ikki so'zning bir kishisidan tuzilgan, ya'ni belang degandan-ki foyda, rol degandek ma'nosi va rayk degan boy. Ikkisi qo'shilib kelsa belangrijk, ya'ni muhim degan ma'nosi, muhim degan ma'noda chiqadi. Endi yana ma tekstning davomini boshlashdan burun ma ikki fe'l bilan tanishib chiqamiz. Kenin.
İBM teksti uçurdu. Keyin degan bilmek, tonimak degan ma'noda. Ondan har qaysi shaxs shakllarini yozib qo'ydim. Ikkin, men tanıyman, men bilaman. Yay, ü, hay, z, kent, yuli ve z, keyin yani ko'plik shakli. Bununla har qanday bir so'zni o'rgangan vaqtda jumlasini o'rganib qolsanglar, uning ishlatilish o'rnini yaxshi bilalasizlar, yaxshi esinglar qoldi ham yaxshi qo'llana olasizlar deb o'ylayman. Shunga jumlalarni mos keltirib jumla tuzib qo'ydim. Masalan, keyin bilmek, tonimak. Ik heb over hem gehoord. Men o to'g'risi anglab baqqan. Maar ik ken hem niet. Lekin uni tanımayman. Masalan, biz ba'zi bir ismni anglab baqqan insonlar bo'ldi. Lekin tanımaydiganchu. Biz ya bir o'ltirib, ya bir choy ichib baxmagan o bu degandekchu. İşte. En ik ken alle steden van Nederland uit mijn hoofd. Yani men Gollandiyaning hamma shahrini bilaman, qanday bilaman, out mein hoofd, yani kallamdan bilaman deb demek jo'g'ini yodi bilaman demekchi. Shu masalan, bir narsani out hoofd kenin bo'lsa, yani yodi bilish degan ma'noda. Spreken degan fe'lning ma'nosi so'zlamak, paranglashmak. Har xil shaxs shakllari. Bunga misol, shu masalan, zij spreekt vloeiend Turks, o ravan Turkcha so'zlaydi. Mag ik met jou spreken? Siz bilan so'zlasam bo'lamdi, siz bilan paranglashsam bo'lamdi degandekchi. Spreken. Endi tekstning oxiriga kelaylik. Hoe leer je Nederlands? Yani hoe qandaq leer o'rganasiz siz Nederlands? Gollandchani qanday o'rganasiz? Ik heb les op een school. Yani ik heb les, mening darsim bor op een school. Bir maktabda darsim bor. We gebruiken een boek. Biz qo'llanamiz, ishlatamiz, gebruiken een boek, bir kitob va een kassette, bir unalg'ulinchisi. De kleur van het boek, kleur degan rang, ya'ni de kleur, rang degan so'zning oldiga de artikl keldi. Van het boek, ya'ni book degan ismning oldiga het artikl keldi. De kleur van het boek is groen, ya'ni kitobning rangi yeshil. We noemen dat boek, ya'ni biz noemen ataymiz bu kitobni dat book, ya'ni u kitobni ataymiz darum shu sababdan het groene book, ya'ni yeshil kitob deb ataymiz. Ya'ni kitobning rangi yeshilgan, shu sababdan kitobni yeshil kitob deb ataymiz deydi. Bu yerda chiqqan fe'ldan sizlar bilish tegishlik nomen, ya'ni nomen deganning atmoq, chaqirmoq, ism qo'ymoq degandek ma'nosi bor. Har xil shaxs shakllari. Masalan, noem de hoofdstad van Nederland desek, Gollandiyaning poytaxtini deb qilgan, atab qilgan. Ze noemen hun dochter Tomaris. Ular qiziga Tomaris deb ism qo'ydi, ya'ni noemen ism qo'yish degan ma'nosi bor. Noem je dat schoonmaken? Masalan, biz aytib qo'yamiz, sizning uchun tozalik qilishmi? Demek jo'g'in hamda tozalik qilganni yaratmadik-da va yoki sizning uchun shu topshiriqmi deb masalan topshiriq ishlashni yaratmagan bo'lsak degandekchi, qisqasi numiyada schoonmaken keyingi har xil so'zni qo'shar qilib siz mushni tozalik qilish deb atamsiz, sizning nazaringizda tozalik qilish mushundami degandek ma'nolarda. Andiyan ikki fe'l chiqqan leren. Lerenning ham o'rganmak ham o'rgatmak degan ma'nosi bor. Har xil shaxs shakllari. Masalan, hij leert zijn zoon schaken. Yani u chaqda miyada hozir u o'g'liga shaxmat o'ynashni o'rgatdi degan leer, shaxmat o'ynashni o'rgatdi degan ma'nosi chiqdi. Ik leer elke dag Nederlands. Men har kuni golland tili o'rganaman. Yani ham o'rganmak ham o'rgatmak degan ikki xil ma'nosi bor. Gebruikenning ma'nosi iste'mol qilish, ishiltish, qo'llanish degandek har xil ma'nolar bor. Masalan, qo'llanish, ishiltish. Mag ik jouw telefoon gebruiken? Telefoningizni ishlatursam bo'lamdi. Endi iste'mol qilish ma'nosida, masalan, in dit restaurant gebruiken we de maaltijd. Ya'ni biz bu restoranda tamoqni iste'mol qilamiz. Demak jo'g'ini biz bu restoranda tamoq yeymiz demakchi-ku. Ya'ni gebruiken deganning mushta tamoq yeyish degan ma'nosi bor. Ondan ilqi bizning tilimizda deymiz-ku, boshqalar tarafidan foydalanib ketish, boshqalar tarafidan ishlatilib ketish deb, unda ahvolida ham gebruiken ishlatamiz. Masalan, hij laat zich door die vrienden gebruiken. Ya'ni u do'stlar tarafidan foydalanib ketildi deb. Ya'ni faqat manfaat uchun
foydalanish bir odamni ishiltish. Unda ahvol aslida nima? Xibrakni ishiltimiz. Endi tekstning oxiriga kelaylik. Praten Juli Fjol, ya'ni praten sizlar. Praten deganning ma'nosi mu gap qilish, paranglashish degan ma'nosi. Ya'ni sizlar Fjol jiq gap qilamsizlar, jiq paranglashamsizlar. O ya, de leraar muallim stelt vragen. Muallim sual so'raydi. Hoe heet jij? Ismingiz kim? In welke stad of in welk dorp woon jij? Yani siz qaysi shaharda yoki qaysi yezida turasiz? Waar ben je geboren? Siz qachon tug'ilgan? Waarom leer je Nederlands? Siz nima uchun Golland tilini o'rganasiz? Ba'zi jumlalarni biz o'tgan soatlik darsda o'rganib bo'lgango, yani mushta savollarni so'raydi deydi. Ana sizlar bir diqqat qilgan grammatik uqum ya qarsanglar, welke deganninki qaysi degan ma'nosi bor. Çünki ba'zi vaqtlarda welke deb keyiniga i qo'shilib kelyotidi, ba'zi vaqtlarda welk deb i qo'shilmay kelyotidi. Yani qanday vaqt keldi degan vaqtda bu welke qaysi bir xil almash, mushta ismlarning oldiga keladi. Mesela qaysi shahar, qaysi yeza, qaysi kitap degandekchi. Agarda keladigan ism het ism bo'lsa, u vaqtda velek degan shaklni qo'llanamiz. I qo'shilmaydigan. Masalan, het dorp. Yeza degan dorp degan het artikl keladigan ism bo'lg'achqa, agar biz qaysi yeza demoqchi bo'lsak, velek dorp. Het book, qaysi kitob demoqchi bo'lsak, velek book. Het house, velek house. Agar bu ism the artikl keladigan ism bo'lsa, u vaqtda welke. Masalan, the stad bo'lganligi uchun welke stad, the yuruk, welke yuruk, the man, welke man. Yani mushaga diqqat qilinglar. Endi yana pilni o'rganamiz. Ikki pil praten bilan fragen stellen. Yani praten shu gap qilmoq, paranglashmoq, suhbatlashmoq, spreken deganga o'xshaydi. Ikkilisi ma'noda so'zlar. Lekin praten degan bunda gap qilish. Masalan, gap qilishni yangi o'rgangan, faqat gap qilolmaydigan, masalan, tili kamtuklikdan gap qilolmaydigan bo'ldi. Unda ahvol ostida pratenni ishlatamiz. Masalan, hekonlik praten desak, u gap qilolmaydi desak, ya'ni tili kamtuklik sababidan gajo'g'anlik uchun gap qilolmaydi degandekchi. Hij is 1 jaar en hij kan nog niet praten. O 1 yaşga kirdi, hij gap qilolmaydi. Masalan, bu yerda spreken demaymiz. Hij kan nog niet spreken demaymiz, lekin praten. Andan praten yoki spreken har ikkalisiga bir tema to'g'risida paranglashmoqchi demoqchi bo'lsak, keyingi doim over degan qo'shilg'ich keldi. Masalan, wij praten over het weer. Ya'ni biz havo rayi to'g'risida paranglashimiz. Wij praten over de situatie van Oost-Turkistan, biz Sharq Turkistonning ahvoli to'g'risida, ahvoli haqida paranglashimiz. Ya'ni spreken, praten over degan haqida, to'g'risida degan bir qo'shilg'uchi. En vragen stellen, sual so'ramoq, ama bir muqim birikma. Sual so'ramoq desak, vragen stellen. Masalan, jumlaga mag ik een vraag stellen? Men bir sual so'rasam bo'lamdi. Hij stelt veel vragen. U bekchiq sual so'raydi degandekchi. Endi tekstning oxiriga kelaylik. En wij geven antwoord. Wij, biz, geven, birimiz, antwoord, jawab. En de leraar spreekt langzaam. Yani leraar, muallim spreekt so'zlaydi langzaam, asta, duidelijk. Aniq, tushunishlik degan ma'noda. Hij spreekt niet snel. Yani hij, u spreekt so'zlaydi niet snel. Yani tiz emas. Yani u tiz so'zlamaydi demoqchi yani. Ondan bir qirindishimiz so'rab ekandik, ma vay bilan vining farqi deb mishadi chiqdi. Hozirlam deb biray. Yani vay deganmi biz degan ma'noda, vi deganmi biz degan ma'noda tekstda boshroq yerda vi chiqqan. Her ikkilisini har vaqt ishlasanglar bo'ldi, lekin ikkisining bir farqi vay degan vayni ishlatgan vaqtida bekroq shu bizni bekroq kuchaytish ma'nosi keldi. Masalan, miyada vay geven antwoord, yani biz javob beramiz, yani javobni biz birimiz debchi. Shunga miyada sil ilqi kuchaytiproq kelganligi uchun, yani javobni biz birimiz deb kelib miyada vay kelganchi.
Mesela bizning tilimizmi biz qildik biz deb işte bir kuchaytib degan vaqtimizda işte bir shakllarda har vaqt vayni ishlatsanlar bo'ldi-ku. Endi bekroq shu biz deganni bekroq kuchaytib kelgan nimalar ahvollarda vayni ishlatsanlar bo'ldi. Andan yana so'zlar langzam asta uning qarim-qarshi ma'nosi sinultiz davdilik tushunishlik aniq un davdilik bo'lsa tushuniksiz aniq olmagan degandek ma'noda. Andan bir pil xeyfen yani antwort xeyfen javob bermek. Xeyfen deganning shu bermek degan ma'nosi bor. Normal kunlik turmushda bir narsa bermek, pul bermek, dars vermek, har qanday ishiltish nimasi bekjiq. Mesela kado xeyfen soğat bermek, adfis xeyfen fikir bermek, ofurlast xeyfen avarçılık bermek, les xeyfen ders bermek. İşiltilish o'rni bekjiq bo'lgan bir pil, bekjiq yerga ishiltiladigan. En tekstning oxiri en vind je Nederlanders in moeilijke taal, yani finden ma'nosi yisqinmoq, deb qaramoq, tapmoq degan ma'nochu. Yani vind je siz deb qaramsiz, sizningcha siz işte his qilamsiz Nederlands Golland tilini in moeilijke taal. Moeilijk ters, moeilijk taal. En siz Golland tilini bir ters til deb his qilamsiz. Sizningcha Golland tili bir ters tilmi? Әдебийлам тәрҗемә кылсак, сезнеңчә Голланд теле bir тәс телме дигән мәгънәдә. Nee, Nederlands is niet moeilijk. Yani Golland tili ters emas. Niet moeilijk, ters emas. Ik vind Nederlands tenminste geen moeilijk taal. Ik vind, yani men deb qarayman, meningcha Nederlands Golland tili tenminste hiç olmaganda degan ma'nosi geen moeilijk taal. Yani ters til emas. Ik vind Nederlands gemakkelijk. Yani men deb qarayman, meningcha Golland tili gemakkelijk, asan deydi. Alle talen zijn trouwens gemakkelijk. Yani Abdullah asan deb. Trouwens'lan terminisinin ma'nosini keyingi betda tixim tafsili tushundiramiz. Hozir find. Find yani his qilmoq, deb qaramoq, ik find meningcha bu amdalik o'zimizning fikrimizni bildirgan vaqtda bak ko'p ishlatiladigan bir so'z. Ik vind Nederland mooi land. Meningcha Golland tili bir go'zal davlat. Ik vind dat je ziek bent. Meningcha siz og'rib qolganda qilsiz. Ik vind işte bir temaga, bir shirkatga o'zimizningki fikrimizni bildirgan vaqtda har vaqt ishlatamiz. Yana bir ma'nosi topmoq degan ma'nosi bor. Masalan, ik kan mijn sleutel niet vinden. Men ochiqchimni topolmadim. Ik kan het station niet vinden. Men poystansini topolmadim degandek. Şuna cümle içinde diqqat qilsanglar ma'nosini bilalaysizlar, qaysi ma'noda kelganligini. Odatda bizning fikrimizni bildiradigan meningcha degan ma'noga doim ikkining keyinlam oldilam keldi. Ik vind deblam. Hij vindt, uningcha, wij vinden, bizningcha deb. Endi so'z tin minister bilan tin minister. Yani bu ayırıp yazılğanda başka bir ma'na, qo'shilib yazılğanda başka bir ma'nosi var. Tenministe yani qo'shilib yazılğanda hiç bo'lmaganda degan ma'nosi var. Masalan, ik heb vandaag tenminste 5 uur gewerkt. Men bugun hiç bo'lmaganda 5 saat ishildim. Yani bu vaqtda yani eng jiq bo'lganda 5 saat demekçi. Yani ayırıp yazılğanda tenminste eng az deganda degan ma'nosi chiqadi. Mesela ik heb vandaag tenminste 5 uur gewerkt. Ben bugün en az degende 5 saat işildim. Yani belki 6 saat. En az degende 5 saat ondan çıqıraq. Yani bu ikisi ayırıp ikki xil yazılı şekilde ma'nosi o'xshamaydi, diqqat qilinglar. Andan xamakkalik bilan makkalik. Bu ikkisining farqi yo'q. Har ikkisi oson degan ma'noda. Het Nederlands is xamakkalik, makkalik qaysini desak bo'laveradi. Andan buning yana bir ma'nosi ba'zi odamlarni sifatlashga keldi. Masalan, olim is rustig en gemakkelijk kind desak, yana oson bola deb endi demakchi o'g'ini pek jidili yo'q, baqmoq oson degandek biz işte deb qo'yamiz-ku. Jidili yo'q bola, baqmoq oson bola debchi. Yana makkalik kind desa, pek uni jidil qilib ketmaydigan işte ma'nodachi, yig'ir bisiq, jidili yo'q bola degandek. Ondan yani tekstning oxiriga kelaylik. Kleine kinderen, klein, kichik, kleine kinderen, kichik bolalar
lerin ügünüdü, kindirin dep balılar dep kelgenlik üçün masalda peel'nin hem köpük şekli kelyapdydy. Lerin ügünüdü, intal tilni zonderles en zonderbuk. Yani zonder degenninki yok, siz, mesela ademsiz, suvsiz dep biz mesela deyimiz var, zonder. Yani kitapsız ve derissiz ügündü. Maar ze luisteren wel goed. Lekin ular anglaydı, luisteren wel goed. Yaxşı anglaydı deydi. Әммет зондыр дегеннің şu siz yok. Mesela bunu misalla ik drink tea zonder suiker. Men çayını şekersiz içimen. Ik kan niet zonder jou leven. Men sizsiz yaşayamayman. Ik kan zonder twijfel ja zeggen. Men hiç ikkilenmezden ha diyeleymen degendek. Yani zonder twijfel ikkilenmezden degan müştahil cümleleri. Әмді will деген сөзге келдік. Бұл сөз жық көп ішілтілді. Иғыз тілді көпірек ішілтілді. Әмді әр xil мәнісі var. Şu әхвал қарап әр xil мәнді тәржім қылымыз. Şu бәкірақ көп ішілдіған мәнілердің şu yaxşı, bək деген мәнілер andın cümlede küçeytiş мәнісini keldi. Mesela, het was wel leuk gisteren in Amsterdam. Yani tüm gün Amsterdam'da bek köngüllükte, miyadamda bek degen ma'nisi chiqadi. Bek köngüllükte. Tumaris gaat niet, maar Asia wil. Yani miyada tumaris barmaydi, lekin Asia bardı. Biyad Asia gaat deb kelmedi, will deb, yani biyada shu yilqi tumaris barmaydi, Asia bardı degen ma'nodagi. Buni adabiy tarjima qilsak, bardı deb tarjima qilsak bo'ldi, lekin birish deganning asli xon deydi-ku, xat deb. Lekin muşta iğısıldı, muşta şekilde mi kilidi. Mesela, ik drink geen koffie, ben kahve içmeyme, maar thee wil. Desek, lekin çay içime. Thee will. Bütçada bir yerde will degenin içime degen ma'nisi chiqib qoldi. Yani cümlenin aldidagi fe'lninki qanday ekanligiga qarab, shunda bir mos ma'nini beramiz. Ondan hij komt vast will. Yani bir yerden bir kuchaytish ma'nisida keladi. U komt keladi, fast çoqum jazman. Yani o çoqum keldi deb belki kelishiga shunda bak ishonch qilgan vaqtimizda hey komt fast desek bo'ldi, hey komt fast will desek o çoqum keldi deb belki tixinbek kuchaytish ma'nosini bildirmoqchi. Endi yana bir so'z trouwens. Bunun ma'nolari bek jiq, cümle qarab har xil ma'noda ishlatamiz. Hozir men faqat shu 3 tek bir ma'nosini topa oldim. Lekin ingliz tilida bek jiq ishlatilgan so'z. Bu xuddi turk tilidagi dal zaten degan so'zga o'xshab qoldi. Zaten ba'zi gapning hammaga qo'shilib bu gap chiqib qolsa bir cümlening ma'nosi bir cho'ng bir ta'sir ko'rsatmaydi. Chiqib qolsin bo'laveradigan bizning tilimizdagi yana kelib, ish qilib Heras, emdi degan bir so'zlarimiz oldu. Çüp qalsın o işini bo'lmaydi. Lekin cümlede qitish orqali ma'lum bir ma'nolarni bildirgancha. Masalan, ik moet trouwens naar de tandarts. Yani her as men tish doktoriga boratdim deydi. Her as mesela bir gapni qilib to'g'ris esimiz keldi. İşte vaqtda trouwens ik moet naar de tandarts. Her as men tish doktoriga boratdim. Dus ik kan niet met jou mee. Şuna men siz bilan birga boramayman debchi. Yani her aslında demesek mi oldu? Lekin ingliz tilimizde işte bir ifadeleş usulları var. Dal şunda ma'noda. Ondan trouwens, xabiye men telefon qilsang, her as mening telefonimni ko'rdingizmi? Buni trouwensni demaylam, xabiye men telefon qilsang, mening telefonimni ko'rdingizmi desek mi bo'ldi-ku. Lekin ingliz tilimizda qatimizga, xuddi bizning tilimizda işte her as ish qilib degandek so'zlar bo'lgan o'xshash golland tilidagi bir xil ifodalash shakli. And yana birisi de jurk is niet mooi. Yani köynek çıraylık emas, and trouwens ook heel erg dur. Yani kilip bekli qimmatken. Bu köynek çıraylık emasga, yani kilip bekli qimmatken deb miyada hamda yani kilip degan ma'nosi chiqadi. 10 sekund turib turinglar. Endi keldik. Bugun so'zlaydigan tekstimiz mushunchalik. Yani mush tekst o'rganish orqali xiljiq so'zlarni o'rganib oldinglar. Shunga qayta anglab
yani pişiqilib alsаңlar bo'ldi. Bugun o'rganadigan idiom man is not out on the learn. Yani man deganning shu odam, inson degan ma'nosi bor. Not hargizmi emas. T deganning mu har xil ma'nolari bor-ku. Bir xil ma'nosi back degan ma'nosi bor. Out qeri on t mundamdan narsa uchun. Mesela men bozorga savdo qilish uchun boraman degan işte bir cümle şekli. Learn o'rganish. Yani inson, odam bilim o'rganish uchun, odam o'rganish uchun hargizmi qiyra emas, yani ilm o'rganishning ishi yo'qdir. Mayli odam qancha yashab ketsin, o'rganmali deydi ekan. O'rganalaydi demakchi. Biz bugun o'rganadigan idiom shu. Endi topshiriq. Bu topshiriqni ham sal turib yo'llab qo'yman. Tekstdan ilangan tekst shu amaliyotda shu ashuna ichidagi bo'sh rollarni to'ldirib chiqishchi. Buni ishlab baqsanglar bo'ldi. Ondan ma'vu bayaqi grammatika darsimizningki ismlarning ko'plik shaklini yozib chiqish. Ma tekstdagi so'zlikningki tarjimasi. Buni men ayrim yo'llab beraman sizlarga. Anda qarasanglar men ma soatdan boshlab mana ismlarningki ko'plik shaklini qo'shib maqdimchu. Şun bundan keyin her qitimda so'zligimizmi bo'lgan sari asta-asta biz o'rgangan grammatikaga mos holda chiqib minishi mumkin. Ismningki faqat shu ismlar emas qanda the head article kelamdi, uning ko'plik shakli qanda, shuning hammasi qo'shilib mangildi-ku. O'rgangan narsalar chiqib mangildi degan gap. Şununla diqqat qilinglar. Andan fe'llarni, har xil shaxs shakllarini berib qo'ydim. Bu so'zlarning hammasi baya biz so'zladik. Andan bugun rangni nim qilgachqa har xil ranglarni ham berib qo'ydim. Andan o'sha ranglarda licht, donker degan ikki so'z bor. Licht deganninki yo'ruq degan ma'nosi bor-ku. Masalan, nu hits licht desak hozir yo'ruq, hits donker desak qorong'u degandek-ku. Lekin o'sha ranglarning oldiga licht so'zini qo'yish orqali biz deymiz-ku, sus yeshil rang, qiniq yeshil rang, qiniq ko'k, qiniq qizil degandek-ku. Licht blau, sus ko'k, licht groen, sus yeshil, donker blau, qiniq ko'k rang deb o'sha ranglarning oldiga o'sha ikki so'zni qo'yish orqali ham ranglarningki qiniqlik darajasini ham bildiramiz. Endi bugungi darsimiz tekstga doir dars shu. Savolinglar bo'lsa so'rasanglar bo'ldi.